Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzukmisiz? Ko'chatni ko'ring aka holatini. Vaqt yetmayapti, ranjib qolmaysiz aka. Vaqtimiz kam. Bilasiz. Mana 80 ta ko'chatingizni limoningizni tayyorlab qo'ydik. Hop, 4 ta qo'shib qo'yapmiz aka. Bu yoqda evrikangiz ham bor. Zetga evrikadan bu yoqda 6 ta qolgan. Ko'chatlarni 2 yillik aka. Qisha tuvaylangan, ostida turf, bego'mis, qum, tuproq bor aralashgan aka. Ozuqasi yaxshi aka. Gullagan, gul qusgan aka. Bu mana asalarilar kelyapti aka. O ichida g'o'ralari ham bor. Ushlab qoladi aka mevasini обязательно. Yaxshi narsaga ekkanmiz. Aka mana evrikangiz, mana evrikada ham aka полный gul. Mana ko'rib turiblar ko'chatni holatini. Aka ranjimiz yana biri bor. Bu videoni YouTube'ga joylayman aka, sababi 10 kundan oshdi. YouTube'ga video post qo'ymaganimga. Shuning uchun bugun YouTube'ga bu videoni joylayman. Ko'chat narxiga kelsak, ko'pchilik uchun narxi qiziq. Narxini sizga mana 23 mingdan chiqaryapmiz limonlarda aka. To'g'rimi? Xo'p, mana bitta evrikani aka o'zini narxida beryapmiz siz uchun. Hop, 300 mingga chiqaryapmiz uni evrikani, handalakka o'xshaydigan limonni. Uni ham ekib ko'rasiz aka, qo'shib orasiga. 80 ta aka, 4 ta qo'shimchasi bor albatta. Ko'pchilikka rosa qiziqishadi. Limonni unaqa edi, bunaqa edi. Tikon qismagan limonlarimiz hosil beradi. Limondaqa beyor o'simlik bo'lmasa kerak daraxt. Kislorodni eng zo'r chiqaradigan narsa ham limon hisoblanadi. Narxi ham unaqa qimmat emas. Aptekaga borib 1 millionlik dori olasiz. Narxini so'ramasdan. Qanaqa dori, qaydan chiqqan ahamiyatsiz. Lekin yashil makon bunaqa kislorod chiqaradigan daraxtni siz uchun arzon narsa narxi qiziq. Shunaqada bizda. Shuning uchun mana limonlar, yashil makon ko'rib qo'ying holatni. Holat juda ham ideal. Menimcha aka siz bop ko'chat ekasiz, hosil olasiz 100% garantiyali bor aka. Garantiyasi bor. Shopurimiz kelsa aka chiqaraveramiz. Bu videoni YouTube'ga ham joylab qo'yaman aka. Ancha bo'lib ketdi joylamaganimga. Ana shu bitta evrikani aka, xudo xolasa mashina limonlarga kuzda payvand qilasiz aka. Hammasini evrika qilsangiz ham bo'ladi. Yoki bitta shoxiga ulasangiz, yarmi evrika, yarmi limon bo'laveradi aka. Sog' bo'lasiz aka.